Siz esa bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu qizlar fohishalikni o'ziga kasb qilib olgan. Bundan uyalishmas, kayfi safodan lazzatlanib yashashardi. Kunlarning birida boyvachcha yigitlar 3 qizni dala hovliga olib chiqib ketishdi. Ichkilik, basseyn, sauna, xullas shayton uyatda edi. Bu uydagi zino va ishratdan. Davra qizigandan qizib, ichimlik tugadi. Ichimlik uchun do'konga chiqmoqchi bo'ldi yigitlardan biri. Unga sherik qilib, suyuq oyoq qizni yuborishdi. Bu dacha atrofida tog' bo'lib, magazin uzoqda edi. Mashina muzikasi baland. Yo'lda ketishardi. Do'kon tomon. To'satdan qizni ko'zi dalada bog'langan erkak eshakka tushdi va "To'xtang, otga mindiring" deganida yigit kulib, "Bu ot emas, eshak. Uni nima senga qiziq" deb kuldi. Qiz esa qo'ymay to'xtatdi mashinani va yo'l chetiga mashinani qoldirib, eshak tomon kelishdi. Shunda qiz "Meni suratga oling" deb telefonini berdi. Yigit esa suratga olarkan, "Minib ham to'sh" dedi. Qiz "Minaman" desa eshak qochar, yigit esa kayf qilib kulardi. Qizni jahli chiqib, orqasini qilib turgan eshakni dumini tortganda, og'zi aralash betidan eshak tepib yubordi. Uni suratga olayotgan yigit dahshatdan nima qilishini bilmay qoldi. Qiz hushsiz, og'zi burni qon yotardi. Nima qilishini bilmay, qizni ko'tarib mashinaga tashladi va katta tezlikda dalaga kelayotganda yo'lni kesib o'tayotgan oldidan qo'ylar podasi chiqib, yigit boshqaruvni yo'qotdi va mashinani olib qochaman deb xarsang toshga urildi. Bu avtohalokatdan 2 yoshni umriga nuqta qo'ydi. Ularni u dunyoda savol-javob kutardi.